Assalomu alaykum aziz kuzatuvchi do'stlarimiz. Sizni xabaringiz bormi yo'qmi? Bir necha yil oldin g'alati ayollar chiqib, er nimaga kerak deb odamlarning boshini qotirgan edi. Bu ochiq-oydin dunyoviy masala bo'lganligi uchun odamlar buni tezda hal qilib qo'yishgan. Shaytonning fitnasi o'tmay qolgan. Chunki har qanday inson uchun moddiy hayot haqiqatini tushunish muammo emas. Tabiat qonunlari yetarli. Lekin O'rta Osiyo xalqlari dinsizlardan qutulib mustaqil bo'lgandan keyin boshlangan bir fitna borki, u hali ham jumboq bo'lib qolmoqda. Bu zamonaviy mullalar chiqargan fitna. Pir nimaga kerak? Siz nima deb o'ylaysiz? Biz avval bu dunyoda inson muhabbati 3 holatda bo'lishligini aytib o'tgan edik. Dunyoga oshiqlik, jannatga oshiqlik, Allohga oshiqlik. Er bilan pirning bunga nima aloqasi bor deb aytishingiz mumkin. Buni suhbat oxirida bilib olasiz. Islomda muhabbat 3 xil bo'lishligi aytilgan. Haqiqiy muhabbat, majoziy muhabbat, hayvoniy muhabbat. Aslida Alloh taolo insonni o'ziga oshiq qilib yaratgan. Har qanday insonning birinchi muhabbati Alloh bo'ladi. Bu haqiqiy muhabbat. Haqiqiy oshiq-moshiq Alloh bilan inson. Al-Misohda ahdi paymon ham qilishgan. Ammo inson dunyoga kelishi bilan o'tmishni butunlay unutib qoladi. Chaqaloq bo'lib hayotni yangidan boshlaydi. Alloh esa insonga bo'lgan muhabbatini uzmaydi. Ona mehri orqali muhabbat bera boshlaydi. Mehr muhabbat uyg'otadi. Ona mehrini ko'rgan bola unga muhabbat qo'ya boshlaydi. Bu bilan Alloh bilan inson o'rtasidagi muhabbat davom etadi. Bunga majoziy muhabbat deyiladi. Lekin inson ulg'ayib dunyoga nazar sola boshlaydi. Mehr ko'zda degan gap bor. Dunyodagi o'yin kulgi, kayf safo, yemoq ichmoq bilan shahvat insonning muhabbatini tortib oladi. Shu bilan inson dunyoga oshiq bo'lib qoladi. Haqiqiy muhabbat hayvoniy muhabbatga aylanadi. Jannatda ham shunday. O'yin kulgi, kayf safo, yemoq ichmoq bilan shahvat bo'lganligi uchun haqiqiy muhabbat bo'lmaydi. Jannatga oshiqlik ham hayvoniy muhabbat bo'lib qolaveradi. Bu bilan Alloh bilan inson o'rtasidagi muhabbat uziladi. Lekin Alloh taolo birinchi muhabbatidan voz kechmaydi. Alloh taolo payg'ambar va pir komillar mehri orqali o'z muhabbatini namoyon qiladi. Bu ona bilan bola o'rtasidagi muhabbat kabi majoziy bo'ladi. Shuning uchun ham payg'ambar va pir komillar jonona deb atalgan. Pirlar o'z muridlarini farzandim deganlari shundan. Xotin kishining jononasi uning eri bo'ladi. Allohning muhabbati er orqali keladi. Ona Alloh bilan inson muhabbatini bog'lovchi arqon. Shundan Qur'onda Allohning arqonini mahkam tutinglar degan oyat nozil bo'ldi. Ey iymon keltirganlar, Allohga itoat qiling. Payg'ambarga va o'zingizdan bo'lgan amr egalariga itoat qiling deb buyurildi. Bu oyatda aytilgan amr egalari bola uchun ona, ona uchun er uchun pir uchun payg'ambar, payg'ambar uchun Alloh. Bu Alloh bilan insonni bir-biriga bog'lovchi zanjirli arqon. Endi siz aytingchi, Allohni ko'rgingiz kelyaptimi? Unda ko'zingizni mahkam yuming. Dunyodan ham, jannatdan ham uziling. Siz onangizga, siz eringizga, siz piringizga qalb ko'zi bilan qarang. Allohni ko'rasiz. Agar Allohni qalbdan sevsangiz, muhabbatingiz haqiqiy bo'ladi. Qalbingizda Allohdan boshqasi qolmaydi. Allohning haqiqiy oshiq qullaridan bo'lasiz. Ona nimaga kerak? Er nimaga kerak? Pir nimaga kerak? Bilib olasiz. Shundan keyin Hazrat Navoiyni tushunib qolasiz. Gar Navoiy qochsa shayxdin, pir mug'on sari ne ajab, bordur tafovutlar, maqbul bila, mardud ila. Siz ham mullalardan qochib bir pir komilni izlab topasiz. Onangizni xursand qilib, eringizga taslim bo'lib, piringiz nazariga tushib, Allohning maqbul bandalaridan bo'lasiz. Allohning rizoligi uchun dunyoni kofirlarga, jannatni mullalarga sadaqa qilib yuborasiz. Zohid, senga huru, menga jonona kerak. Jannat senga bo'lsin,
menga mayxona kerak. Mayxona aro soqiyu paymona kerak. Paymona necha bo'lsa to'la yona kerak. Bu dunyoning o'zida haqiqiy muhabbatni topasiz. Alloh bilan yolg'iz qolasiz. Allohning qo'lidan muhabbat sharobini ichasiz. Butun olam uning mayxonasi, har bir zarra uning paymonasi. Asl maqsadga yetib saodatga ega bo'lasiz. Inson bo'lib shakllanasiz. Jin shayton bilan odam shaytonlar qarshingizdan chiqadi. Birgalashib tish tirnog'i bilan yo'lingizni to'sadi. Siz bunga parvo qilmang. Toqqa chiqmasang do'lona qayda, jondan kechmasang jonona qayda. Alloh uchun bir emas, necha ming jonimiz bo'lsa fido bo'lsin. Har ne qilsang oshiq qilgin Parvardigor. Oshiqlarga salomlar bo'lsin.